Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala khayri xalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Ana rizqqa baraka kirishi sabablari yoki rizq sabablari degan darsimizdan siz bilan biz mana kechagi suhbatimizda 3-dars sila rahmni ko'rib chiqqan bo'ldik. Sila rahm shunday bir amalki, bu mana qaytib aytyapmiz. Rizqqa taalluqli bo'lmagan chog'ida ham birodarlar o'zi Alloh taolo tomonidan buyurilgan amal. Buni qilishimiz kerak. Lekin xosatan mana shu siz bilan biz rizqimizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lganligi uchun shunga bir ishora qilib gapirilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qildi: "Man surrahu an yubsita lahu fi rizqihi va yansalahu fi atharihi falyasir rahimahu." Kim rizqini keng bo'lishligini va umrini barakotli bo'lishligini xohlaydigan bo'lsa yoki shu ish uni xursand qiladigan bo'lsa, qarindosh urug'chilik aloqalarini tikkalasin, silay rahm amalini qilgan bo'lsin dedi. Mana shu hadisning o'zi rizqqa to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor ekanligiga dalolat qiladi silay rahm. Mana silay rahm qarindosh urug'larning holidan xabar olishlik avvalambor mol bilan bo'ladi. Ya'ni qo'limizda bir dunyomiz yetarli bo'ladigan bo'lsa, ularga bir moddiy yordam berishlik ana shu sila rahmning eng birinchi ko'rinishi. Undan keyingi ko'rinishi bu avnu alal hoja. Ana shu bir ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, hojati tushadigan bo'lsa, shu hojatini bajarishlikka yordam berishimiz. Yoki bidafi darar. Ularga bir qarindosh urug'larimizga bir zarar kelayotgan bo'lsa, shu zararni qaytarishligimiz sila rahm qilayotganligimiz. Yoki bo'lmasam, ularni ko'rganda bi taloqatil vajh deyiladi, tabassum bilan kutib olishlik. Ularni ko'rganda xursand bo'lganimizni izhor qilishlik. Shu ham sila rahmda bir ko'rinishi bo'ladi. Va eng kamida aqolli birodarlar duo bilan zikr, ularni eslashlik, duo bilan ularni yo'qlashlik sila rahmda ko'rinishlardan bittasi bo'ladi. Odamlarni sila rahm qilayotgan, qilmayotganligini mana 3 xil bosqichga bo'lib o'tgan bo'ldik. Shundan bittasi, birinchisi al-wasil deyiladi. Haqiqiy sila rahm amalini qilayotgan kishi bu shunday kishiki, undan hech kim xabar olmasa ham u xabar olaveradi hammadan. Bunaqa odamlar Alloh rahmat qilgan odamlar, bunaqa odamlar kamyob bo'ladi birodarlar. Nodir bunaqa odamlar. Xususan bizning zamonimizda. Ikkinchisi al-mukafi deyildi. Bu shundayki, vortavog'im, ketavog'im akalar. Mana aytdik, nonishingizga kelgan bo'lsa borasiz, nima ko'tarib kelgan bo'lsa ko'tarib borasiz. Sizni so'y ko'rgan kelsa ko'rasiz, borib, bo'lmasa bormay qo'yasiz. Bu al-wasil, sila rahm qiluvchi deyilmaydi birodarlar. U qarzini o'tovchi bo'ladi. Va uchinchisi al-qoti dedi, ana shu qarindosh urug'chilik aloqalarini uzgan kishi. Bu shunday kishiki, undan xabar olsa ham bu hech kimdan xabar olmaydi. Lekin mana aytdik, silay rahmni bundan bir 50 yil burun yashagan oqsoqol katta odamlarimiz mana aytsa, boringki 20 yilda u yog'ini aytadigan bo'lsa ham, kattalar, tog'alar, amakilar, amma xolalar ziyorat qilgani kelishar edi uylarimizga. Lekin hozirga kelib turib mana shu silay rahm degan ibodat bo'lmay qoldi. Agar kasal bo'lganda majbur uyat bo'lmasin deb borganimizni hisobga olmasak, banisaga tushgandan keyin uyat bo'ladi. Yoki bo'lmasam fato lozimatda to'y-to'rkunda yoki iftorga chaqirilsa, bormasak, boshqa mahal ixtiyorimiz bilan hech qaysimiz bormay qo'yganmiz. Mana shu ibodatni tark qilganligimizning sababi bitta. Shu pul muammosi. Tirikchilik, bola-chaqa, vaqtim bo'lmayapti. Shashilish. Subhanalloh, umuman bekarchi bo'lgan odam ham shashilish deb yuradi. Bu zamonamizga bir zamonamizda o'zgachaliklar edi. Vaholanki ana shu do'kaniga yoki konteyneriga yarim soat kechirib olib haftada bir marta singlisini yoki amma xolasini ziyorat qilib qo'yganida qolgan 10 soatlik tijoratga Alloh baraka bermasmidi? Darslarimizni boshida aytib o'tdik. Fabutagho indallohi rizqo va abuduhu vashkuru lahu dedi Alloh taolo. Rizqni dedi Alloh, avvalambor Allohning huzuridan istanglar, unga ibodat qilib, unga shukr keltirib deyildi. Demak, Alloh aytgandaqa ibodatni qiladigan bo'lsak, bu yoqdagi mehnatimiz ko'p ham zo'r bo'lib ketmayotgan bo'lsa ham natijasini Alloh yaxshi qilib beraveradi. Inshaalloh. Bu sila rahmni tashab qo'yib, faqat dunyoga kelib ketib, shaqam chiqib ketmayapti boshimizdan birodarlar. Muammo tugab ham ketmayapti. Shunday emasmi? Lekin men afsus bo'lsinki, mana shu narsalardan bexabar ekanmiz, ilmsiz ekanmiz, o'zimizni qiynayapmiz birodarlar.
Sila rahim mana shu Alloh taoloni mana Rohim deyiladi. Alloh taolo mana shu Rohimni yaratganida shikoyat qilgan ekan. Parvardigor, meni zaifa qilib yaratyapsan, ayol qilib yaratyapsan. Kimga tashab qo'yapsan deganda Alloh azza va jalla aytdi, senga o'zimni ismimdan bir ismni chiqarib bermadimmi? Rohim sifati bor Alloh taoloda. Rohimda bermadim shu ismimdan bitta ismimni. Va sen bilan aloqasini tikkalagan bilan aloqamni tikkalayman. Sen bilan aloqasini uzgandan aloqamni men ham uzaman dedi. Bu og'ir narsa birodarlar. Bu narsa kichkina ko'rinmasin. Qiyin emas. Mana aytdik, haftada bir marta juma kuni 12 da chiqadigan bo'lsak, uydan masjidga qarab, o'sha kuni 12 emas, yarim soat burunroq chiqing. To'ptononni ko'tarib kelib turib, amma o'tiribsizmi yoki opasi-singlim o'tiribsizmi? Bugun ulg'aygan kuniga bir ziyorat qilgani keldim, Alloh uchun deyishlik bilan ana shu oilada muhabbat ziyoda bo'ladi. Jiyanlarga gapimiz o'tadi birodarlar. Mana aytdik, oylik yilda borasiz, opangiz yoki akangiz uyga borib turib, jiyanlaringiz ro'mol o'rnamayotganligini peshonasiga taqib tirishtirib kelasiz. U gapingizni olmaydi ham. Chunki o'sha tirishtirgungizga qadar uni bir holidan xabar olib, ularning qalbiga jinay bir muhabbat solib qo'ygan bo'lganingizda gapingizni olar edi. Bugungi suhbatimiz istig'for va tavba degan mavzu bo'ladi. Sila rahim qilgani birodarlar, vaqt kerak, pul kerak. Shundaymi? Lekin bu shunday ibodatki istig'for bilan tavba. Bu vaqt ham kerak emas bunga, pul ham kerak emas. Bu shunday ibodatki rizqimizga to'g'ridan to'g'ri bo'lgan aloqasi bor. Hasan Basri rahmatullohi alayhi oldiga bir kishi keldida kambag'alligidan shikoyat qildi. Shu birim 2 bo'lmayapti. Hech bir to'to'som to'play olmayapman, qarzimdan qutula olmayapman deganda istag'firillah, Allohga istig'for ayting. Ikkinchi odam keldi. Bog'im qurib ketyapti, bog'imda meva bo'lmayapti dedi. Hasan Basri istag'firillah, Allohga istig'for ayting dedi. Uchinchisi keldi, yomg'ir yog'mayapti yurtimizda, qurg'oqchilik bo'lib ketdi. Nima qilsak bo'ladi deganda Hasan Basri rahmatullohi alayh istag'firillah, Allohga istig'for ayting. Shu yerda hozir bo'lib turgan kishilar aytishdiki, "Ey Hasan" dedi, 3 ta odam 3 xil dardi bilan kelsa, bir xil dorini beryapsiz-a dedi. Ya'ni bir boshim og'ridi deb kelsa ham bitta dori olyapti, qonim og'ridi desa ham bitta dori deb kelyapti. Shunda Hasan Basri aytdiki, "Men o'zimdan birorta bir narsani aytganim yo'q. Allohning Qur'ondagi oyatini aytib qo'ydim ularga xolos" dedi. Mana salotul istisqo. Allohdan yomg'ir so'rab o'qiladigan namoz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnatlarida. Yomg'ir so'rab namoz bor. Jamoat bilan namoz o'qiladi, Allohdan duo qilib nima so'raladi? Yomg'ir so'raladi. Hazrat Umar ana shu xalifa bo'lib turgan paytida jamoat bilan to'planib salotul istisqo o'qishdida, endi qo'lni ochib duo qiladigan paytda Parvardigor bizga yomg'ir yog'dirgin demadida, astag'firullohni bir 20 marta yoki Alloh xohlaganicha aytdi-da, Alloh akbar deb duoni yopib qo'ydi. Shunda sahobalar, "Ya amiral mo'minin, istig'fordan boshqa narsa aytmadingiz-a? Biz yomg'ir kerak deb qo'l ochmadikmi?" dedi. "Men o'zimdan hech narsani qo'shganim yo'q. Allohning buyrug'ini qildim" dedi. Yomg'ir yog'ishligiga, rizqqa baraka kirishligiga, qurg'oqchilikka, kambag'allikka birodarlar, nima dori bo'lyapti? Istig'for. Istig'for o'zi nima? Astagfirulloh. Bu o'zbekcha astagfirulloh birodarlar. Istig'for va tavba farqini bilib olaylik. Istig'for inson qilib o'tgan gunohlarini Allohdan kechirishligini so'rashligi istig'for deyiladi. Tavba bilan nima farqi bor unda? Ulamolar aytadi, tavba kelajakda qiladigan gunohlarini oldini olib turib nima qilishlik? Istig'for aytishlik. Ya'ni astagfirulloh va atubu ilayh deganimizda bitta orqadan, bitta oldidan kamaytiryapmiz birodarlar. Ya'ni tavba qilishligimiz kelajakda albatta gunoh qilishligimizni bir e'tirof qilganimiz birodarlar. Biz bandamiz, biz ojizmiz. Shunday emasmi? Hadislarda keladi. Agar sizlar gunoh qilmay qo'ysanglar, Alloh sizlarni ketkizib, gunoh qilib tavba qiladigan bandalarni keltiradi deydi. Ya'ni biz begunoh bo'la olmaymiz birodarlar. Palonchimi? Bilamiz bunaqa ishlarni degan paytda esimizdan chiqmasin. U ham odam. Kullubuna adama xatto dedi Rasululloh. Odam bolasi borki xato qiladi. Hamma xato qiladi.
Xato qiluvchilarda eng yaxshisi tavba qiluvchisi. Biz begunoh bo'la olmaymiz. Alloh taolo bizni begunoh bo'linglar degan emas. Chunki iloji yo'q bu narsani. Lekin Alloh taolo banda imkon darajasida gunoh qilmaslikka harakat qilib, bilib bilmasdan qasddan beqasd gunoh qilib qo'ygandan keyin o'zini ojizligini tan olib, Parvardigorini kechirimli ekanligini zikr qilib, Allohdan kechirim so'rashimizni xohlar ekan. Pastligimizni tan olib Allohga yalinishimizni xohlar ekan, birodarlar. Tushunalingmi? Avvalo, u bilamiz uni mana ishlari bor. U anaqa odam, anaqa odam deyotganda o'zimizga ham qaraylik ozgina. Istig'for, avval qilgan gunohlarimizdan Allohdan kechirim so'rash, tavba kelajakda bo'ladigan gunohlarimizdan kechirim so'rash. Masalan, bir ikki derazani ochib olsanglar, ozgina havo kiradi. Ozgina. Alloh taoloning buyruqlari, birodarlar, bizni ikki dunyoyimizni obod qilishligiga, obod bo'lishiga sabab bo'ladi. Modomiki siz bilan biz kitob va sunnatda mahkam ushlar ekanmiz, albatta saodatga yetishmay ilojimiz yo'q. Chunki bu kitob, birodarlar, hudallil muttaqin deyilgan. Mana qaytib aytyapmiz. Bizning dinimiz hatto hojatxonaga qaysi oyoq bilan kirib, qaysi oyoq bilan chiqib, qaysi tomonga qarab o'tirishlikkacha o'rgatgan bu din, birodarlar. Oyoq kiyimingizni qaysinisidan yechib, qaysinisidan kiyishga o'rgatgan din. Yotayotganda qaysi tomon bilan yotib, nima deb yotishlikkacha o'rgatgan din. Shunday bir oddiy mayda ishlarda yo'lini ko'rsatgan islom, pul topish yo'lini o'rgatmagan deysizlarmi? Lekin men afsus bo'lsinki, ayni islom mana shu pul topishni o'rgatgan xonasini qo'yib turib, o'zimizni bilgan ishimizni qilyapmiz. Alloh taolo mana Qur'oni Karimda Hud alayhisalomni o'zini qavmiga aytgan so'zlarini oyat orqali bayon qilib aytadiki, astagfirullah, faqultu astaghfiru robbakum innahu Nuh alayhisalom so'zi, faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidkum bi amwalin va banina va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Mana bir birodarimiz so'ragan edi. Mana astagfirulloh, subhanalloh, Allohu akbar deymiz. Albatta buni mukofotini qada olamiz. Dunyoda olasizlar, avvalo birodarlar. U bizda din ishi dunyoda ishda bo'linib qolgan tushunchamiz bor. Diniy ishlar bilan yuribmiz deb qo'yamiz. Nima bozorga borib pul topishingiz diniy ish emasmi? Diniy ish u. Xotin bola chaqangni bog'dadimi Alloh? Agar o'sha niyatda bola chaqani Alloh erkan yuklagan, shuni boqaman deb chiqayotgan bo'lsangiz, diniy ishni o'zi-yu bu. Oyoq kiyimingizni yaltiratib artayotgan paytingizda nima bu? Dunyoviy ishmi bu? Diniy ish. Chunki din nazofat degan. Alloh taolo go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi degan payg'ambar vasallam. Demak, patinkamizni artayotganda birodarlar, diniy ish qilyapmiz ekan. Mashinamizni chekkaga qo'yayotgan paytimizda birodarlar, diniy ish qilyapmiz ekan. Savdogarlar prilavkani chiroyli qilib terib, kelgan klientga yaxshi muomala qilayotganda, sizlar tijorat ishini emas, Allohning buyrug'ini bajaryapsizlar ekan. Musulmon odamda diniy ishi, dunyo ishi bo'lmaydi. Musulmonda hayoti din. Xo'p, mana aytayotgan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbarni har bittasiga birodar oxiratda ajr olamiz. Lekin faqat oxiratda emas, avval dunyoda beradi Alloh. Kimga desa, dunyoda o'zida mukofot olishiga aniq ishonib gapirgan kishiga, birodarlar. Shunaqamikin? Dedingmi akalar, pishdi. Shuncha odam aytayapti-yu, men ham aytaveraychi. Birodarlar, aqidada birovga taqlid qilinmaydi. Shunday emasmi? Shu hamma bor deyapti-yu, Alloh bor deyapti-yu, men ham bor deyaveraychi. Yoki hamma namoz o'qiyapti-yu, hamma ishonyapti, bo'lsa kerak, birodar. Bir mahallar hamma Xudo yo'q deganlarga beri yashib ketgan. Ko'pchilik ergashib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladi, mo'min kishi immo bo'lmaydi deydi. Immo kim yo Rasululloh desa, agar odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qilib qo'yadi. Agar odamlar aynisa, aynib qo'yadi. Ya'ni ko'pchilik nima desa biz ham unaqa bo'lmaydi musulmon. Musulmonda o'zini bosgan qadami bo'ladi, o'zining pozitsiyasi bo'ladi, birodarlar. Din degan, iymon degan pozitsiyasidan turib muomala qiladi. Xo'p,
oxiratimizga foydasi bor ekan bu kalimalarimizni. Dunyoyimizga ham foydasi bormi? Albatta bor. Bor mikin demaylik. Mikin deyotgan qalbimizda shu o'tayotgan bo'lsa, bizga ishlamaydi bu narsa. Nuh alayhissalom o'zini qavmini ichida 1000 yil turgan bo'lsa, boring 950 yil payg'ambar bo'lib turgan bo'lsa, ularni da'vat qildi. Robbisiga shikoyat qilyapti. Parvardigor, inni da'utu qawmi laylan va nahara. Men qavmimni ertaman ham, kech payt ham da'vat qildim. Meni da'vatim mendan ularni bezishiga sabab bo'ldi. Ertaman ham da'vat qildim, kech payt ham, kunduzi ham, qorong'ida ham. Bittadan ushlab ham gapirdim, jamoatiga ham gapirdim. Pishirib ham gapirdim, baqirib ham gapirdim. Lekin mendan uzoqlashiga sabab bo'ldi. Nima dedim ularga? Bori dunyodan chiqib yo'q qilinglar degani yo'q. Qarang, nima deyapti? Faqul tustagfiru robbakum. Ey qavm, mana Hasan Basri 3 ta odamga bitta dorini aytayapti, istig'for aytayapti. Yomg'ir so'rash kerak bo'lsa, Umar ibn Hattob istig'for aytayapti. Mana endi bitta istig'fordozga beriladigan 5 ta dunyodagi mukofotga e'tibor berib turaylik. Ey qavm, dedi Nuh alayhisalom, sizlar Allohga istig'for aytinglar-da. Albatta Alloh gunohlaringizni kechiradi. Bitta, 6 to'p ketyapti unda. Bitta. Yursilis samaa alaykum midrara. Ustinglarga yomg'irli bulutni yuboradi deydi. Yomg'ir bo'lmasa nima bo'ladi? Yomg'ir bo'lmasa pishadi hamma yo'q. Ana shu qoroq yerga bug'doy chashgan paytda yomg'ir bilan bo'lib ketgan bug'doy bo'lib ketsa, o'sha yil bug'doy serob bo'ladi. Shunday emasmi? Yomg'ir bo'lsa, ana suv omborda suv bo'ladi. Suv omborda suv bo'lsa, dehqonning ishi yaxshi bo'ladi. Suv akalar hayot. Birinchi yo'l Alloh taolo nimani zikr qilyapti? Suvni. Sizlar istig'for etsanglar, ustinglarga yomg'ir yog'adi deyapti. Bitta bo'ldimi? Va yumdidukum bi amwalin va banin. Istig'for aytinglar, gunohkorligingizni tan olinglar, Alloh kechirishligini talab qilinglar, o'zingizlarni pastligingizni e'tirof qilinglar, sizlarni moli dunyo bilan va bola chaqa bilan quvvatlantirib qo'yadi. Bola bu yerda chaqa deyapti avval. Alloh molinglarga baraka beradi, farzandlaringizni ko'paytiradi deyapti. Mana ba'zi g'arb mamlakatlarida ko'ryapmiz birodarlar. Borsa, grajdanstlarni sirasi beryapti. Nimaga shunaqa bo'lyapti? Xususan mana Rossiyada. Chunki ko'payish yo'q. Bu davlat o'zini xalqi bilan boy bo'ladi. Qirilib ketyapti. G'arb mamlakatlarini qaraydigan bo'lsak, 40 ga kirguncha men o'zim uchun yashab olay deyapti erkagi, o'zim uchun yashab olay deyapti xotini. Agar erga tegsam, bola chaqa bilan ovora olib, moncha umrim o'tib ketar ekan, moncha puldan qolib ketaman ekan. Deyapti-da, 40 ga kirguncha bittasi bilan uchrashib yuribdi. Ha deydi, bu ne deydi? Nikoh deydi, turmush deydi, seriozli narsa deydi. U to'g'ri kelgan odam bilan siz nikoh qilib bo'lmaydi. Avval bir-birimizdan nima qilaylik? Tanishaylik, xarakterimizga to'g'ri keladimi? Yashaydi, polni. 3 oy, 4 yil bir bilan yashab turib, tanishib, bizga deydi xarakterlarimiz to'g'ri kelmadi deydi. Ajrashib ketadi. Keyin boshqa komandaga o'tib ketaveradi. Nima bo'lyapti? 40 ga kirgandan keyin uylanay deyapti, bu to'g'may qolyapti, bu yaramay qolyapti. Shu bilan qarabsiz, qirilib ketyapti akalar. Alloh taolo nima deyapti? Istig'for aytinglar deyapti. Istig'for aytinglar, Alloh sizlarga mol dunyolarni ziyoda qiladi, bola chaqani beradi. So'ngra nima beradi? Va yajallakum jannatin. Alloh jannatlarda, jannat degani bog' degani. Bog'i rog'laringlarni ziyoda qiladi. Barakotli qiladi bog'laringlarda. Va yajallakum anhara. Daryolarda to'ldir suv oqadi. Qaranglar akalar. Bitta istig'for aytsak, astagfirulloh va atubu ilayhda bir marta aytsak, Alloh 5 ta narsani va'da qilyapti. Yomg'ir. Ha. Chaqa. Bola, bog', daryo deyapti. Nima kerak yana? Bitta xalqda rivojlanib baraka topishligi uchun, o'z unib o'sishligi uchun nima kerak yana? Bitta istig'forga Alloh taolo bog'lab qo'yapti. Astagfirulloh va atubu ilayh. Birodarlar, tinimsiz aytish kerak bu kalimani. Xususan, mana ko'chada tijorat bilan yurgan, safarda yurgan birodarlarimizga shu aytadigan gapimiz shuki, o tasbih aytganida tasbih yo'qdir qo'lingizda. Namoz o'qisa desa sharoit yo'qdir, Qur'on o'qiy desa iloji yo'qdir, lekin mana bu tilingiz jahiz ichida svobodni aylanadi-yu.
Yurakdan ishonib turib, birodar, Robbimizning va'dasi bu. Ikkilanmaylik. Astagfirulloh va atubu ilayhi 5 ta narsa bor bizga. Bu oyatda va'da qilingani, yana hadisda va'da qilingan narsalar ham bor. Demak, Hasan Basri 3 ta kasal bilan kelgan odamga istig'for eting deganda haq bo'lgan ekan u kishi. Bog'im qurib dedi, kambag'al bo'ldim dedi, yomg'ir bo'lmayapti dedi, uchalasiga nima dedi? Istig'for aytdi. Demak, haqida ekan. Umar ibn Hattob Parvardigor yomg'ir ber demasdan astagfirulloh atu bilaydi, Allohu akbar deb qo'ydi, u ham haq bo'lgan ekan. Istig'for aytaveraylik-da. Shu 5 tadan albatta tegadi bizga. Hech bo'lmasa 5 tasi. Istig'forning fazilatlaridan. Mana Imom Ahmad kitoblarida keltirilgan hadisda Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qilgan, qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Man aktaral istighfara ja'alallohu lahu min kulli hammin farajan va min kulli dhiqin makhrajan va razaqahu min haythu la yahtasib." Akalar, shior qilib olaylik shu hadisda. Qaranglar. Bu yerda 5 ta narsa va'da qilindi oyatda. Hadisni qarang. Rasululloh aytadi, kim istig'forni ko'paytirsa, aksara ko'paytirishlik degani. Biz sanaymiz u. Sanamay qo'yaylik-da. Sanasak ko'paytirganga o'xshab ketamiz. Bo'ldi, bugunga yetadi. Bugun 200 ta aytib qo'ydim. Qora suvchilar qora suvga ketgunicha hali qurib ketgunicha quloqni o'chirib turib 15 minut etsangiz, 15 minutda bilasizmi necha marta astagfirulloh deysiz. Endi 2 soat erta bekitib chiqib ketavering konteyneringizga. Alloh berib qo'yadi o'sha 2 soatligini ham bu yoqda. Chiqib kelayotganda necha marta astagfirulloh deya olasiz. Nimaga demaymiz shuni? Nimaga demaymiz? Mana shu qurib ketganda quloqni buramasak, birodarlar, rizqimiz tepayadi. Mana kechagi darsda aytdik. Inson o'ziga kelayotgan rizqni gunoh qilib to'sib qo'yadi tevadan deyildi. Bu sahih hadislarda kelgan. Gunoh qilyapmizmi? Rizqimiz tepayadi, birodarlar. Biz rizqimizga taalluqli demasak, tiyila olmayapmiz gunohdan. Bizga albatta cho'ntagimizga zarari bo'lishi kerak bu narsani. Kim istig'forni ko'paytirsa, Alloh bu kishini har qanday g'amini yechib qo'yadi. Bu sahih hadis, yana qaytarib aytaman. Har qanday g'amini Alloh hal qilib beradi va bin kulli ziqin mahrajan, har qanday torlikdan chiqib ketadigan keng joyni ko'rsatib qo'yadi. Nima kerak yana? Problemingizni hal qilib bersa, tupidan chiqarib qo'ysa. Nima evaziga bor yo'g'i? Bor yo'g'i, faqat til bilan aytish emas bu. Siz o'zingizni pastligingizni Allohning oldida, gunohkorligingizni tan olishligingiz uchun berilyapti bu narsa. U faqat astagfirulloh deb qo'yish bo'lsa, bu bo'lmaydi. Quruq til bilan aytganga bu albatta ajr olasiz, lekin va'da qilingan narsaga yetish uchun yurakdan bo'lish kerak. Mana istig'for qilingan gunohlarni kechirishligini so'rashlik. Mana avvalda qilgan gunohlarimiz bor. Alloh kechirishligini xolasak, ulamolar 3 ta shart qo'yadi. Bir gunohingiz bor edi, shu gunohingizni Alloh o'chirib tashlashini xolasangiz, 3 ta ishni qiling deydi ulamolar. Birinchisi, shu gunohdan tiyiling. Araxo'r bo'lsangiz, benamoz bo'lsangiz, sutxo'r bo'lsangiz yoki qimorboz bo'lsangiz, shu ishdan tavba qilmoqchi bo'lsangiz, to'xtating birinchisi. Ikkinchisi, yurakdan afsus, nadomat cheking shu ishni qilganligingizga. Va qaytib qilmaslikka Allohga ahd bering, qilmadim deb yurishdi. Men hech qachon aroq ichgan emasman. Men hech qachon benamoz bo'lgan emasman. Men esimni tanigandan beri namoz o'qiyman. Siz haqsiz. U odam boshqa endi. Sen qayerda ko'rgansan meni ichganimni? Birodarlar, Alloh kechaman deb turganda bandasi kim u pesh qilgani? O'shuning uchun Allohga qaytib qilmaslikka ahd berdingizmi? Namoz o'qiyapsizmi? Esdan chiqaring uni. Gapirmang uni, lekin matizda tursin. Allohdan qo'rqishlik uchun, birodarlar. Demak, istig'forni ko'paytirganda Alloh taolo g'amini hal qilib qo'yadi, mushkulini oson qiladi va bo'ldimi? Yo'q, albatta pulga taqaladi yana. Kutmagan joydan problema bor, hal qilib berdi, tupida edi, chiqarib qo'ydi, orqasidan yana istig'forning sabablaridan. Istig'for bu avvalambor mana gunohlarimizni kechirishiga sabab deb aytdik. Va man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima. Kim bir Alloh taolo aytadi, yomon amalni qilsa yoki o'ziga zulm qilsa, so'ngra Allohga istig'for etsa, Alloh uni gunohini kechirishligini albatta topadi. Mana muttafaqun alayh bo'lgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi,
Iza aznaba abdun zamban faqala ay robbi, agar bir banda deydi gunoh qilsa va ey Parvardigor, men gunoh qildim, meni kechir desa, Alloh azza va jalla aytar ekanki, bandam Robbisi borligini bildi. Gunohlarni kechirishligini bildi va istig'for aytdi. Kechirdim shu bandamning gunohini der ekan. Bir joyda dam olishi bir qilayotgan ishidan hamma safga turib namoz o'qiysa, bitta esli odam siz namoz o'qimaysizmi aka desa, "Ha men aroq ichmasam, zino qilmasam, men nima namoz o'qiyman?" deb o'zini farishta deb bilgan ekan birodarlar. Shunaqa odamlar ham bor. Bir akamiz olib bergan edi, birovning uyida bir ustachilik qilgan paytda aytgan ekan, "Senlar baring rasvosan, o'shuning uchun namoz o'qiysan. Meni gunohim yo'q, o'shuning uchun namoz o'qimayman." Shunaqa odamlar bor ekan birodarlar shahrimizda. Senlar ham men gunohing ko'pligi uchun namoz o'qiysan. Mana meni gunohim yo'q, o'shuning uchun namoz o'qimayman. Ana birodarlar, farishta qanaqa bo'ladi? Siz istig'for etayotganingiz, gunohkorligingizni tan olayotganingiz, Allohning oldida o'zi pastligingizni tan olayotganingiz. O'shuning uchun Alloh taolo bir marhamati bo'lsa ajab emas. Demak, banda gunohini e'tirof qilib Allohdan kechirim so'rasa, Alloh kechirar ekan uni. Yana ozgina ochib yuboringlar shu derazalarda. Yana bir 5 daqiqa inshaalloh. Mana g'am qayg'ularni ko'tarilishiga sabab bo'ladi dedik. Man lazumal istig'for. Boya tevadagi hadisda keldi, man aksaral istig'for dedi. Istig'forni ko'paytirsa dedi. Bu hadisning ikkinchisida o'ziga lozim tutsa deyapti. Lozim tutsa degani doim aytib yursa degani. Bir odam tahoratda o'ziga lozim tutadi-yu, doim tahoratli yurishga harakat qiladi. Endi bir odam tili istig'fordan to'xtamasligi kerak bo'ladi. Nimas kamib qolyapti? Nimas ketyapti? Va nimaga erishyapsiz? Bir fikr qilib ko'ring-da. Tutib oling o'zingizni. Mana vazifa birodarlar sizlar ertagacha. Ertaga boshqa mavzu o'tamiz inshaalloh. Ertagacha vazifa sizlarga. Sinab ko'ringlar. Shunday qarasangiz tilingiz bekab turibdi-da. Astagfirullah bilan astagfirullah ketdi. Yana bir muddat aytdingizda, yana bir qarasangiz tutib oldingiz o'zingizni, til yana bo'shab qoldi. 10 marta, 20 marta, 100 marta ushlaysiz bir kunda tilingiz to'xtab qolganligini. Tilimiz bilan topamiz ekan rizqimizni Alloh tomonidan. Lekin shu narsaga muhmal qaraymiz. Tushunali yo'lda vazifa. Necha marta o'zingizni istig'for etmayotgan paytda ushlab olar ekansiz. Istig'for insonlarda boshiga balo kelayotgan bo'lsa, shu baloni ko'taradigan amal. Fazilatlaridan. Va ma kana Allohu liyu'azzibuhum va anta fihim va ma kana Allohu mu'azzibuhum va hum yastaghfirun. Ey Muhammad alayhisalom, siz ularni ichida turar ekansiz, modomiki yo'shida ekansiz, Alloh ularga balo jo'natmaydi va Alloh balolamaydi bir qavmni, modomiki ular istig'for aytib turishsa. Shaharning ustiga balo kelayotgan bo'lsa, suv bosishi, o't bosishi, yer qimirlashi kelayotgan bo'lsa, agar shahar ahli istig'for aytadigan bo'lsa, Alloh taolo bu baloni ko'tarar ekan. Boshingizga kelayotgan balo, mashinangizni urib olishingiz bormidi, pulingizni yo'qotishingiz bormidi, balomi bu? Istig'for etayotgan bandani Alloh taolo balosini ko'tarar ekan. Oyat bor birodarlar bunga. Mana yomg'irda yog'ilishligi, barakatli tushishligini aytdik. Insonning darajasini Alloh taolo ko'tarilishiga dalolat qiladi. Birodarlar, mana qaytib aytyapmiz, o'zi-o'zidan bu musulmondan yelkasida bo'lgan amallar bajarish kerak bo'lgan. Lekin albatta rizqimizga aloqasi borligini aytishimiz kerak bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avvalo oxirgi gunohlari kechirilgan zot men bir kunda deydi, bir hadisda 70 marta deydi, bir hadisda kuniga 100 marta istig'for aytaman deydi. Gunohlari kechirilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamki 100 marta istig'for etgandan keyin biz insof qilaylik. Bu darslarimizdan olinadigan xulosa, xotirjam hayot qanaqa bo'ladi? Beg'am yashash mumkinmi degan savol bilan boshlaganmiz bu darslarimizni. Rizqqa baraka kirsa, qalbimizga xotirjamlik kirsa, shu emasmi birodarlar? Biz istayotgan narsa. Bu Allohni rozi qiladigan yo'lga yurishligimiz bilan bo'ladi. 4 ta darsda o'tdik. Tavakkul, taqvo, silay rahim, istig'for va tavba. Eslab qoldik akalar. Tavakkul, qo'lingizdan